Yelkangga o'sib qoldimi? Чего говоришь? Чего говоришь? Кто за бассейн деньги будет платить? Кнопка, я откуда знаю? Я не буду платить. Sen to'laysan. Baxtingga 20-iyungacha aksiya. Azizlar, to'g'ri eshitdingiz. Sizlar uchun, do'stlar bilan, oila bilan mazza qilib dam olib, hordiq chiqarishingiz uchun ajoyib joy topib qo'ydik. Ko'kterak mahallasi Sug'diyona ko'chasida joylashgan. Aniqroq lokatsiyani esa pastda opsiyaniyada qoldiramiz. Bu yerning narxiga keladigan bo'lsak, asl narxi basseyn 1 soat 20 ming so'm, 1 kunga esa 50 ming so'm. Agar tapchan bilan oladigan bo'lsangiz, 1 kunga 75 ming so'mni tashkil qiladi. Lekin sizlar uchun ajoyib narsani gaplashib qo'ydik. Bor yo'g'i 50 ming so'mga tapchan basseynda maza qilib 1 kun dam olishingiz mumkin. Albatta, bittagina sharti bor. Bizga obuna bo'lasiz va do'stlaringizga yuborib qo'yasiz va mana shu videoni ko'rdim deb kelasiz. Sharti shu. Ko'rishguncha. Pul ber. Pul Ver. bersizmi? Baseyni pulni kim to'laydi? Men qanday bilaman? Menda yo'q. Xohlasangiz ishtonni yechib tashlang. Men ketdim.